Qurilish qilib jarimalar to'lashni va hatto obyektingiz buzib tashlanishini xohlamasangiz, bu hujjatni olishingiz shart. Bu shaharsozlik kengashi, ya'ni sovet xulosasi va uni olish majburiy. Agar bu hujjatni olmasangiz, obyektingiz noqonuniy hisoblanadi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 99-moddasida shaharsozlik talablarini buzganlik uchun fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravari, mansabdor shaxslarga esa 70 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Agar qaytarilsa, jarimalar yanada oshadi. Xulosa shuki, har qanaqa qurilishda birinchi hujjat, keyin qurilish bo'lishi kerak. Shaharsozlik kengashi xulosasisiz boshlangan har bir qurilish sizga jarima, muammo va hattoki obyektingiz buzilishiga olib kelishi mumkin. Qurilish hujjatlari va loyihalashtirish bo'yicha muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling.